şundoq bolsun deyişdiler. Rivayet kılınıptılar ki El-Qissa. Assalamu alaikum, hürmetli körer anlarmen. El-Qissa programımızga hoş geldiniz. Bugün El-Qissa'nın 30. kısmı. El-Qissa. Oğuz degan bu isim nädin kelgen? Şundaqla Harluq degan isimçi. Yana Qıpçaq degan isimçi. Andan bu üçünü birleştirip Türk degan isimçi. Bular nädin kelgen? Bugünkü bu kısımda El-Qissa bizge muşu isimlar hakkında hikayesini eğitip berdi. Türkler Türk milletini Oğuz, Harluq, Qıpçaq degandek muşundaq kabilelerge bölüp bu kabilelerning birlikini, ittifaqını Türk dep ataşkan. Qani biz bu vaqtda aqıllık meňe dep goýamdyk. Şunundan sorap bakaýly. Bu yerde Türklerinin biz biraz burun aytkan taksimleşişi, yani Türklerinin kandak kabilelerden terkip tapkanlıqını şendürgen bu bir abzas sözünü görümüz. Bunun da Oğuzlar, Harluqlar ve Qıpçaqlar Türk degen muşu milletini teşkil kıldıqanlıqını, şundaqla Oğuzlarının hazırki Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'daki xalqlarını bildirdiğanlıqını, Harluqlarning bolsa Uygurlar ve Özbeklerden ibaret mana muşu xalqlarını bildirdiğanlıqını, Qıpçaqlar bolsa Qazaq, Qırgız ve Tatarlarga okşaş xalqlarını bildirdiğanlıqını eskertdi. Bu Türklerinin, atalmış Türklerinin Uygur milletini muşundaq 3 kısımga bölüşi. Muşundaq 3 kabilelerge bölüşi. Şundaqla Uygur degen bu sözünü, atalğını muşu 3 terkibi kısımның biri içideki kabile hesaplap hakiki Uygur milletini Türk dep ataydı. Mana bu Türklerinin
Uyg'urlarni qayta atışı. Mana bu Türklerning Oğuz, Harluq, Qıpçaq qatarlıq ismlarni şerh edişi. Biroq biz bularni Oğuz namida Türklerning şerhidin, Türklerning izahidin farqli holda ko'ramiz. Oldi bilan biz Oğuz degan bu atalg'uga kelayli. Zodi Oğuz degan bu atalg'u nereden kelgan? U haqiqatan qabilelerning birligining itimi. Oğuz namida Oğuz haqida mundaq kelgan. U o'g'il onasining Oğuzini bir qitim emipla ikkinchilab onasini emmidi. Mana mushu o'g'il Oğuz deb atalgan. Bu o'g'il, ya'ni Oğuz xon nima uchun Oğuz deb ataldi? Chunki Oğuz Hakan emgen onasining suti Oğuz deb atalatdi. Oğuz degan nima? Qadimgi Uyg'ur tilida Oğuz onaliq degan ma'noda. Nima u onaliq degan? Nimani onaliq deymiz? Onaliq balı tuqqan ayolning dastlabki suti. Mushu sut Oğuz suti deb ataladi. Bu sutning rangi Oğuz rang deb ataladi. Oğuz rang bütün Türkiye millatlarının, hazır Türkiye deb atalayotgan millatlarning, amaliyotda Uyg'ur millatinin davlat bayroqlaridagi rang shu. Mana mushu rang Oğuz rangdir. Bu Oğuz sutiga nisbatan aytilgan, tushunilgan rang. Mana mushu Oğuz onaning dastlabki suti qadimgi Uyg'urlarning tilida onaliq deb atalgan Oğuz, shundaqla Uyg'ur millatini birlikka keltirib, millat qilib, ularga davlat qurgan, ularning vatanini barpo qilgan ashu Hakan mushu ism ot bilan atalgan. Shuni uni hozirmi biz Oğuz Hakan deb ataymiz. Mana Oğuz degan bu so'zning kelib chiqishi, bu atalg'uning kelib chiqishi mana mushu. Oğuz u Hakanimizning iti. Shundaqla Hakanimizga bo'ysungan barliq xalqning itidir. Shular o'zlarini Oğuzlar deb atagan. Oğuz Hakanga nisbatan shunday atagan. Hargizmi Oğuz deydigan bir qabila bo'lmagan. Oğuz demek
u kabile emas. Oğuz milletning iti. Millet bilen kabilenin nime farkı buludu? Kabile uruhlarının birliki buludu. Bir kabile bir kança uruhladın terkip tapudu. Bir kança uruhның birlikidin, ittifakidin kabile barpa buludu. Şundaqla bir kança kabilenin birlikidin, ittifakidin millet barlık keledi. Oğuz Hakanның milleti mana şu bir kança kabilelerden terkip tapkan milletning it boğan Uygurdur. Ular Uygur dep atalgan. Uygur hergizmi kabile emas. Çünkü Uygurluk kandaşlık emas. Uygurluk tanrıdaşlıktır. Kandaşlık kabilenin birliki bolsa, tanrıdaşlık milletinin birliki. Şuna bir tanrıdı bolgan barlık halk Uygur dep atalgan. Muşu Uygur milletini berpa kılgan kabilelerinin eti nimeydi? Bular hergizmi Oğuz emas, hergizmi Harluk emas, hergizmi Kıpçak emas. Bu kabilelerinin etini Uygurlar unutup ketken. Ular Uygur bolgandan keyin kabile atlarını unutuşkan. Bu xuddi yana Muhammed Aleyhisselam'ның devrinde Peygamberinin risalesiga ergeşken, şundaqla bir Tanrıga işengen, Allah'a işengen Arap kabilelerinin İslam ümmetini, milletini berpa kılgandan keyin ulamı kabilelerinin atlarını unutup ketken okşaş. Undaq bolsa Oğuz, Harluk, Kıpçak degen bu atlar näden keledi? Biz yuqorida köydük. Oğuz, o analık degen mädenin kelgen. Ananın dəslepki sütüdün kelgen. Oğuz sütü dep ataydıgan Uygurla Oğuz sütü dep ataydıgan muşu sütünün namedin kelgen, rengidin kelgen. Emese Harlukçu, o näden kelgen? Oğuz namede mundaq bayan kılınıdı. Oğuz Hakan eytki, hey, sen beglergi bolğun başlık, məngülük isim bolsun sana Karluk. Mana bu Karluk degen sözünün tuncu ketim eskertilişi. Tuncu ketim degen vaktimizda Uygur tili tarixida Karluk degen sözünün dəslepki eskertilişi, bayan kılınışı, eğitilişi manımışı. Bunundan burun eğitilgallıqı, qandaq eğitilgallıqı bizge ma'lum emas. Bizge ma'lum boğını manımışı Oğuz namedeki Karluk degen bu atalğının
qandaq kelganligi. Bunun üstüge Oğuzname hiç bolmaganda 3000 yıl burun payda bolgan Uygurlarning xalq eğiz edebiyatyga täze bolgan bir əsri süpütüde, bir baylık süpütüde qarlıq degen bu sözünün mänisi mana muşundaq izahlangan. Oğuz Hakan'ның eti jangda yo'qab ketadi. Bu at yo'qab ketgan yer muzluq, qarliq tağ bolup Oğuz Hakan'ның armiyisideki bir ofisser Oğuz Hakan'ның bu etini aşu qarliq tağının içidin tepip geldi. Şunun bilen Oğuz Hakan bu askerge senin etin qarliq bolsun deydi. Mana qarliq degen bu söz hazır biz qandaqdır Uygurlarning ve Özbeklerning ecdadı bolgan qarliq dep qaralgan bu at emas, belki o fakat Oğuz Hakan'ның özünün bir ofisserige koygan etidir. Neme üçün qarliq dep koyulgan? Çünkü o Oğuz Hakan'ның etini qarliq tağıdın, muz tağıdın tip kelgenligi üçün onunğa qarliq dep isim koygan. Yani qarliq. Biz hazırkı zaman Uygur tilida onu qarliq deymiz. Ameliyatda bu qadimki Uygur tilida qarliq deyilgen. Mana bu qandaqdır qabilenin yoki millatning yoki xalqning eti emas, u bir Oğuz Hakan'ның qoşunidagi askarning eti. Yani qarliq degen bu atqa ega ofisser, askar umu Uygurdur. Çünkü bu qoşun Uygur milletinin qoşunu idi. Şuna umu Uygur. Lekin eti qarliq. Qıpçaq şu. Qıpçaq degen atma oxşaşla Oğuz namida mundaq eskertilgen. Oğuz Hakan aytdi ki, hey, sen bu yerge bolğun bey, Qıpçaq sana at bolsun. Bu mu Qıpçaq degen bu atalğının tunji qitim atılışı. Oğuz Hakan uruşta Etil deryası boyuğa kelgende deryadın bir mesele bolgan, müşkülat bolgan. Şunun bilen Oğuz Hakan'ның qoşunidagi yana bir ofisser yağaçladın kemi yasap, keminin üstüge dessep Oğuz Hakan'ның qoşunu deryadan ötken. Şunun bilen
Oğuz Hakan kemi yasap qo'shinni daryodan o'tkazgan bu ofitserga Qipchoq deb at qo'ygan. Demak, Qipchoq qandaqdir qozoqlarning, qirg'izlarning, tatarlarning ajdodi bo'lgan Qipchoqning eti emas. U faqat bir Uyg'ur ofitserining ayni chog'dagi qilgan, ko'rsatgan xizmat uchun berilgan bir ismdir, bir otdir. Shunga Qipchoq yoki Qarluq yoki Oğuz degan bu otlar hergizmo Türk qabillarini bildirmaydi. Ular aynı zamandaki Uyg'ur qo'shinlarining ofitser jangchilarining etini bildirdi. Ularmı Uyg'urlardır. Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Uyg'ur, O'zbek, No'g'ay, Mong'ol, Türk degan bu atlar qandaqdir xalqlarning, millatlarning, qabillalarning bu atlari haqiqat emas, reallik emas. Bularning hammasi ayni chog'dagi Uyg'urlarning eti. Masalan, Türklarni Oğuz, Qarluq, Qipchoqdan iborat 3 qabiladan, qondoshlikdan tarkib topadi deb qarab, bularning hammasini bir millatga tabe qilib, u millatni Türk deb atagan. Biroq Türk degan bu atalg'imi real bir narsaning eti emas. Millatning eti emas. Türk aslida Uyg'urlarning tunji payg'ambari Xizrning eti. Xizr ulug' Türk deb atalgan. Asli ulug' tirik. Biroq keyincha tirik degan so'z Türk degan so'zga o'zgarib ketgan. Talaffuzi buzilgan. Shuning bilan bu tirik degan so'z Türk millatini ko'rsatib qolgan. Amaliyotda ne Türk millati bo'lsin. Faqat va faqat Uyg'ur millati bor. Shundaqla Türk, Oğuz, Qarluq, Qipchoq hammasi Uyg'ur millatining tarkibidagi kishilarning, individuallarning atlaridir xolos. Türk degan bu at yana o'xshashlar Oğuz nomidan kelgan. Qarang. Oğuz Hakanning yanida oqsoqolliq, muzchashliq, qobiliyatlik bir qeri kishi bor edi. U bilarman va lillo vazir edi. Uning ismi
ulug' Türk idi. Mana Türk degan mushu. Türk degan amaliyotda u tirik. Kök payg'ambarning iti. Kök payg'ambarni keyincha arablar Xizr deb ataganligi uchun Xizr degan bu so'zning ma'nosi yeshil, kök degan ma'noda. Xizr deb ataganligi uchun bu at bizga yana arab tilidan qaytib kelgan. Bu chaqda biz kök payg'ambarni Xizr deb atashga odatlangan. Mana mushu payg'ambar kök yoki Xizr ulug' tirik deb atalgan. Chunki kök tirikdir. Qur'onning Kursi oyatida mundaq deyiladi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Mana bu oyatdagi al-hayy tirik degan so'z. Ya'ni Allah tirik. Allah köktür. Şuna qadimki Uyg'urlar kök tirik deb atagan. Kök tirik degan bu ibora Uyg'urlarning dövletining nomi bo'lgan, eti bo'lgan. Shundaqla kök tirik dövleti deb atalgan. Biroq yanala arab manbalaridan kök tirik degan Uyg'urning bu dövletining nomi kök turkka o'zgargan. Shuning bilan Türk degan bu millatning nomi paydo bo'lgan. Amaliyotda bu kök tirik, hargizmi kök turk emas. Shundaqla Türk deydigan bir millat bo'lmagan. Xuddi Oğuz deydigan, Qarluq deydigan, Qıpçaq deydigan qabilalar qandaşlıqlar bo'lmagan o'xshash. Türk deydigan bir millat bo'lmagan. Tarixda faqat va faqat Uyg'ur deydigan millatlar bo'lgan. Bu Uyg'urlar 3000 yildan burungi tarixlarda o'zlarining dövletini qurgan. Bu dövlet keyincha 10 deb atalgan. Bu atni Rimliklar qo'ygan. Atilla xon boshchiligidagi Uyg'ur qo'shini 5-asrda Rim imperiyasining sepillariga yaqinlashganda Rimliklar Uyg'urlarning Rimni oladiganligiga Rimni ishg'ol qiladiganligiga ishongan. Shu chaqda Rimliklar Uyg'urlarni kutib olishga tayyorlangan. Oltin va kumush bilan bezalgan har xil buyumlarni ko'tarishgan holda Rimning ko'chalarida Uyg'ur qo'shinlarini saqlab turgan. Shundaqla shu
qo'shinni Uyg'urlarni xonlar deb atashgan. Xonlar. Biroq bu xonlar ularning talaffuzida xonlar bo'lganligi uchun, ya'ni Hans, xon bo'lganligi uchun Uyg'urlar xon deb atalgan. Ondan Uyg'urlar yana ko'k tirik bo'lg'achqa ular ko'k turk deb atalib qolgan. Xuddi ho'llar deb atalgan o'xshash. Keyincha Uyg'urlarning imperiyasi yig'ilib Uyg'ur millatining birligi yo'qolishga boshlaganda Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman, Ozarbayjon, Türk, Mongol qatarliq mana shundaq atalmış millatlar barliqqa kelgan. Biroq bular Türk millatlari deb atalgan. Şugunisi ular Türkiy millatlar emas, asli Uyg'urlardir. Lekin o'zlarining Uyg'urligini unutganlar. Shuning bilan ya O'g'uz, ya Qarluq, ya Qipchoq bo'lib qolganlar. Millat bilan qabilaning, qabila bilan urug'ning farqini bugungi Uyg'urlar toza tushunib ketmaydi. Urug' qabila, millat. Bu üçünün münasebetini bilmegüçe biz Uyg'urni tanımaymiz. Şundaqla real bo'lmagan atlarni O'g'uzdek, Qarluqdek, Qipchoqdek millatning otlarini millatlar deb tanib qolamiz. O'g'uz Xaqon Uyg'ur millatini barpo qilganda qabilalar bor edi, millat yo'q edi. Bu qabilalar yana urug'lardan tarkib topadi. Mana shu urug'larning birligi bo'lgan qabilalarning birligi millatdir. O'g'uz Xaqon ana shu urug'larning birligi bo'lgan qabilalarni birlashtirgan xaqonimiz. Uyg'ur millatini barpo qilgan xaqonimiz. Shundaqli bu millat Tangri'da birlikka kelgan. Chunki qabilalar baglarida birlikka keladi. Ya'ni her bir qabilaning tangrisi shu qabilaning boshlig'idir. Shu qabilaning bo'g'isi
boğusunun boğusudur. Biroq millatning tanrisi undaq emas. Uyg'ur millatining tanrisi ko'k edi. Tirik ko'k edi. Mana shu ko'kda bütün qabilalar birlashib Uyg'ur millatini yaratgan. Al-qissa ne Türk milleti bolsun. Al-qissa ne Oğuz yoki Qarluq va yoki Qipchoq qondoshlig'i bolsun. Qabilalari bolsun. Faqat va faqat Uyg'ur millatini bor. Uyg'ur millatini bo'lgan va shundaqla Uyg'ur millatini bo'ladi. Xitoy manbalarida Ashina urqi degan bir afsona bor. Shundaqla bizning butkul tarixchilarimiz bu afsonaga ishonadi. Shundaqla Ko'k Türk davlatini qurgan urug'ni Ashina urug'i deb qaraydi. Va shundaqla barliq Türk haqallarining, bo'libmi Ko'k Türk haqallarining mushu Ashina urug'idan kelganligini qiyos qilishadi. Amaliyotda bu butunlay yolg'on. Ashina urug'i degan urug' bo'lmagan. Chunki Ko'k Türk davlati qabilalarni, urug'larni birlashtirib, millat barpo qilib, shundaqla bu millatning davlatini qurib yashagan bu xalq, bu millat, qabila yoki urug' deganni allaqachon unutib ketgan. Chunki Ko'k Türk davlati 7-asrda qurilgan bo'lsa, yoki 6-asrda qurilgan bo'lsa, uningdan burun 10 davlati bor. 10 davlati milodidan burunqi 5-asrlargacha zikr qilinadi. Bu mu Uyg'ur millatining davlati. Undaq ekan, hech bo'lmaganda milodidan burunqi 5-asrdan milodi 6-asrgacha bo'lgan 1000 yil mobaynida yana Ashina, Pashina qabilasi deydigan yoki urug'i deydigan qabila urug' bo'lamdi. Bu mumkin emas. Davlatning nimaligini, millatning nimaligini tushunmaydiganlar faqat shularla Ashina urug'i deydigan bu afsonaga ishonadi. Ashina urug'i bir afsona. Reallik, birdan bir reallik. Uyg'ur millati. Shuning o'xshash Oğuzlar, Qarluqlar, Qipchoqlar deganmi afsona. Shundaqla Türk millati deganmi afsona. Birdan bir reallik, birdan bir haqiqat. Uyg'ur millati. Al-qissa.
bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh.